Mana Namangandan kelgan Lacetti 8'imiz ekan. Akalar galovkasi ochildi. Bizga kelgungacha galovka adashmasam yo priklat ketgan yo nimadir bo'lgan. Yuzi shlipovka bo'libdi. Biz bunga nima qilib beramiz endi? Kichkina направляющийлariga e'tibor beringlar. Cho'chib ketgan. Chiqaruvchi taraf yekaga, gnezdo degani, yekaga направляющий ustunkalari qoqilyapti. 16 ta komplet. Sababi qoqmasang bo'lmaydi. Klapanda luk o'ta ko'p. 16 ta направляющий qoqiladi-da, shunda. Shu narsada. Bir komplet yangi klapi, chiqaruvchi tarafiga 8 ta kichkina gnezdo. O'zimiz tayyorlab, xudo xolasa go'zal holatda qilib tayyorlab qo'yib beramiz. Yurganini ham qo'yamiz, xudo xolasa shunday turadi. Mana, shu boshqa. Reaksiya qoldirib tursanglar bo'ldi.